Kitob o'qishning 10 cho'ng foydasi. Agar siz kitob o'qishni yoqtirmaydiganlardan bo'lsangiz, nurg'un yaxshiliklardan mahrum qilishingiz aniq. Ko'pincha kishilar kitob o'qishning ahamiyatini tushunmaydi. Ba'zilar uni vaqt isrofchiligi deb qarasa, yana ba'zilar zerikishlik his qiladi. Mushuninga o'xshagan nurg'un sabablar tufaylidan ba'zilar kitob o'qish ancha foydali emas yoki hatto hech foydasi yo'q. U faqat vaqt, zehn isrofchiligi deyishidi. Halbuki reallik bu xil zihniyatning dal aksidir. Kitob o'qishni intayin muhim va foydali deyishimizning nurg'un sabablari bor. Masalan, sijil kitob o'qish odati yashanganlardagi divanlik kasalining oldini oladi. Kitob o'qiganda mengingiz texmi jonlanib, televizor ko'rgan yoki radio tingshig'andikidan farqli holda unumli xizmat qila oladi. Kitob o'qish yana sizning yangi real o'zingizni tepib olishingizga turtki bo'lib, sizni dunyoga boshqacha nuqtadan qarash imkoniyatiga ega qiladi. Bugun biz kitob o'qishning foydalaridan ba'zilarini bayon qilib o'tamiz va bularning o'qirmanlarning kitob o'qish ishtiyoqini kuchaytirishini umid qilamiz. Tovandagilar kitob o'qishning 10 turlik foydasidir. Birinchi, kitob o'qish sizga yangicha hayot tarzi, farqli dunyo qarash ato qiladi. Kitob o'qish sizni yangi shay'i, yangi usul, yangi tushuncha, yangi uchur, yangi choralar bilan uchrashtiradi. Siz kitob o'qiganda shay'larni farqli nuqtai nazardan tushuna olasiz. Dunyoni va o'zingizni farqli usulda toniy olasiz. Kitob o'qish qiziqishlaringizni qezib, kelgusidagi kasbingiz va muvaffaqiyatlaringizga ul selishi mumkin bo'lgan narsalar ustida izlanishingizga turtki bo'ladi. Kitob o'qish o'zingizni o'xshamagan nuqtadan tanishingizga turtki bo'ladi. U zehningizni ichib, hayotingizdagi o'zgarishlarni qabul qilishingizga turtki bo'ladi. Shundaqla sizga hayotning o'xshamagan ijobiy taraflarini tanitadi. Kitob o'qish yana sizning dunyoni texmi to'g'ri tushunishingizga yordam berdi. Ikkinchi, kitob o'qish sizni ziyraklashtirdi. Kitob o'qish sizni texmi munavvarlashtirdi. Kitob o'qish orqali o'zingiz qiziqadigan muayyan temalarda texmi yaxshi tushunchaga erisha olasiz. Ko'pchilikka ayon bo'lganidek, yaxshi kitob kishiga ajoyib foydasi tegadigan nurg'un bilim va uchurlarni ato qiladi. Ana shu bilimlar muvaffaqiyatning ochqichidir. Shunlashqa kitobdan olgan bilimlar orqali turmushni, turli shaylarni tushunish sizning turmushda olg'a ilgarilishingizga turtki bo'ladi va zehningizni texmi o'tkirlashtirib, sizni texmi aqlli qiladi. Bilim sizga texmi yaxshi tushuncha ato qiladi. Shundaqla kitob o'qish yana asni kuchaytirishning unumli vositasi bo'lib, o'qish bilan as o'zaro bog'lanishliq uqumlardir. Siz kitob o'qiganda mengingizni mashq qildirayotgan bo'lasiz. Ya'ni o'qish sizga aql, farosat ato qiladi. 3. Kitob o'qish ijodkorligingizni va tasavvur kuchingizni oshirdi. Kitob o'qish sizga o'xshamagan ideya va tushuncha ato qiladi. Kichigidilla kitob o'qishga berilgan o'qirman yaxshi yozuvchiga aylana oladi. Kitob o'qish tasavvurni g'idiqlaydi. Kitob sizni yangi bir dunyoga boshlab kirdi. Bu sizning yangi dunyo va boshqa mumkinchiliklar uchun yangicha ideyalarni o'ylab chiqishingizga turtki bo'ladi. Kitob o'qish sizning shay'lar haqida o'zgacha tushuncha hosil qilishingizga yordam berdi. Kitob o'qish sizni tasavvur dunyosiga boshlaydi. Sizga o'xshamaydigan qilmishlarning qaysi ravishda o'xshamagan natijalarni keltirib chiqardiganligini ko'rsatib berdi. Kitoblar sizning qiliplashib ketgan tafakkur andizingizni o'zgartib, tafakkuringizni beyitishingizga yordam berdi. O'qishni o'rgangan hamon mangu hur yashaysiz. 4. Asni yaxshilaydi. İnsanlarning kallasi ajoyib hayron qolarliq shay'i bo'lib, u ancha kuchimayla nurg'un narsalarni asli saqlab olaydi. Ammo biz ko'pincha vaqtlarda kallamizni iqtidorga yarasha ishlatmay, uni passivlik va aqlimizni gallashtiradigan nachar o'y-xayollar bilan to'ldirimizda mengimiz ashu turaqliq tafakkur andisiga band bo'ladi. Amaliyotda kallamizda ajoyib iqtidor va sig'im bor. Ammo u eng yuqori unumda ishlash uchun badanimizga o'xshashla chiniqishga muhtoj. Ammo badandan farqli yeri mengining chiniqishi kitob o'qishdir. 5.
peshvalardan o'rgangili bo'ladi. Siz o'zini yuksaltirish to'g'risidagi kitoblarni o'qish orqali o'zingiz duch kelgan muayyan masalalarni beshidan kechirib boqqan peshvalar va kishilarning tajribalarini, shu xil masalalarni qanday hal qilishni o'rganish orqali hayotingizda muvaffaqiyat va xushallikqa erisha olasiz. Siz yana kitoblardagi mashhur va tajribali kishilarning kechmishlari orqali hayot tajribasiga erisha olasiz va hayotni peshvalar va yetakchilarning nuqtai nazaridan tushuna olasiz. Shundaqla hayotda olg'a ilgirlash uchun ulardan o'rgana olasiz. O'zingizni tarbiyalashning eng yaxshi usuli peshvalarning hayotiga nazar selishdir. Garchi siz ularni ko'rib baxmagan bo'lsingizmi, ammo siz ularning kitoblari orqali yashash san'atini o'rganib olasizsiz. Ya'ni bu vaqtda musulmonlarning o'zini takomillashtirish uchun Muhammad alayhissalom va uning hamrohlarining ish izlari bayon qilingan hadislarni o'qib turadiganligini o'rnak sifatida ko'rsatish mumkin. 6. So'zligingizni beyitib, til saviyangizni yuksaltirdi. Kishilar hamisha tilga munosabatlik masalalarga duch kelib turdi. Kitob o'qish dal mushu jihatga saviyangizni yuksaltirdi. Siz kitob o'qish orqali yangi so'z jumlalarni va o'lchamlik grammatikani o'rganib olasiz. Shundaqla ko'p kitob o'qish orqali hech qanday darslarga qatnashmay turibla til jihatda ravurus ma'lumotli bo'lg'ili bo'ladigan bo'lg'achqa bu sizga pul tejab berdi. Shundaqla o'zini tarbiyalash o'rganishning eng yaxshi usulidan biridir. Ammo buning uchun cho'qim ijroat bo'lishi kerak. Zihningizni mukammallashtirsangizlar, cho'qim uning mevasini yeya olasiz. 7. Nishonga yetish istiqingizni kuchaytirdi. Hayotida nurg'un to'salg'ularga duch kelgan va shuningga qaramasdan yanada nurg'un natijalarni qo'lga keltirgan biror real shaxs to'g'risidagi chin hikoyani o'qish sizni nishoningiz va orzuyingizga qarab qadam elishga undaydi. Siz balkim uzundan buyon ma'lum bir orzuyingizni amalga oshirish uchun harakatga o'tishni o'ylayotgan, ammo mag'lub bo'lishingizdan qo'rqqan bo'lishingiz mumkin. Ammo kitob sizni bu xil andisha va besimdan qutuldirib, nishoningizga va orzuyingizga qarab ilgirlashingizga turtki bo'ladi. Shundaqla sizga mag'lubiyatning umidsizlik yoki besim emas, balki tajriba ekanligini his qildirdi. Shundaqla siz shulardan tajriba saboqni yakunlasangiz, takror mag'lub bo'lmaysiz hamda bu xil saboq elish sizning hayotingizda olg'a ilgirlashingizga va keyingi qatim texmo donolik bilan ish ko'rishingizga turtki bo'ladi. Kitob o'qish o'zgacha ijobiy tafakkur andisi yaratadi va sizga har ish mumkin bo'ladigan haqiqiy aktiv dunyoni ko'rsatib berdi. 8. Besimingizni tuvallatadi. Xususiy yoki kasbiy hayotingizda qanchalik besimga duch kelishingizdan qat'iy nazar, bularning hammasi o'tib ketadi. Kitob o'qish besimingizni boshqa usullarga qaraganda tez pasaytishingizga yordam berdi. Kitob o'qish miyani aram oldirishning eng yaxshi usulidir. Tadqiqot psixologlariga ko'ra, buning sababi shuki, insonning zehni kitob o'qishga markazlashgandan keyin u kitobdagi dunyoga kirib ketadi-da, muskul va yurakdagi jiddiylik pasaydi. 9. Aktiv tutumga turtki bo'ladi. Kitob o'qish men qilolmayman degan tutumingizni men qilolaymanga o'zgartib, sizga bu dunyoda har ishning mumkin ekanligini his qildirdi. Shundaqla bu xil aktiv pozitsiya hayotingizga va bu dunyoga nurg'un ijobiy o'zgarishlarni elib kelalaydi. 10. Zehningizni g'idiqlaydi. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, zehniy jihatdan g'idiqlanib turish cho'ng miyaning chekinishini astiltidi. Hatto yashanganlardagi devanglikning oldini oladi. Miya badaningizdagi muskullarga o'xshash kuchlik va sog'lom bo'lish uchun cheniqishni taqozo qiladi. Kitob o'qish bo'lsa, miyangizni sog'lom va kuchli qilishdagi eng yaxshi cheniqish bo'la oladi. Yig'ib aytganda, kitob o'qish hayotimizdagi eng muhim ishlardan biridir. Biz uni kundalik odatimizga aylantirishimiz kerak. Inglizchadan O'tkir Almas tarjimasi. Manba Uyg'urlar Tor jurnalining 22 sonidan ilindi.